I can talk about films. Men filmlar haqida gapira olaman. Describing films. Filmlarni tasvirlash. A thriller is often exciting. Thriller bu qotillik haqidagi kino hisoblanadi. Exciting bu judayam insonni hayratga soluvchi, hayajonli ma'nosida keladi. A comedy kulguli filmlar. Funny bo'lsa kulguli degan ma'noda keladi. War film urush aks etgan hisoblanadi. Often violent ko'pincha buzg'unchilik, shunga o'xshagan ishlar amalga oshiriladi. Love story muhabbat qissasi va bunday filmlar romantic deyiladi. Action film jangari kino yoki harakatli kino hisoblanadi. Bu ham exciting deyiladi. Horror film dahshatli, qo'rqinchli film. Frightening judayam qo'rqinchli deyiladi. Cartoon multfilm va ular ham funny, kulguli hisoblanadi ko'pincha turiga qarab. What kind of music, what kind of film, what kind of book. Bu qaysi turdagidan keyin siz istalgan otni berishingiz mumkin va uni turini so'raysiz. What son? Film nima haqida? Demak, filmlarni janri, ular nima haqidaligini aytishimiz uchun yoki tushunishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan so'zlarni hozir ko'rib chiqamiz. What's on? Biz filmda nimani ko'rishimiz mumkin degan ma'noda keladi. Cinema bu kino, ya'ni siz borib tomosha qiladigan kino, teatr. Movie bu film. It's about bu kino mana shu narsa haqida deganda ishlatamiz. Review film haqidagi gazetadagi, internetdagi, televizor, radiodagi fikrlar. Star mana shu kinoda yulduz, eng birinchi aktyor rolini o'ynagan insonlarga nisbatan ishlatamiz. Actor bu aktyor, ayollarga nisbatan actress so'zini ishlatamiz. Director filmni olgan, ana shu filmga asos solgan inson. Where is it on? Biz bu filmni qayerda ko'rishimiz mumkin degan ma'noda ishlatiladi. Where is it on? See a film at the cinema. Demak, filmni ko'rish, tomosha qilish degan ma'noda keladi. Agar siz kino teatrga borib to'g'ridan to'g'ri tomosha qilsangiz, watch emas, balki see fe'lidan foydalanishingiz kerak bo'ladi.